Gidrostatik bosim. Gidrostatik bosimni tushunib olish uchun birinchi mana videoni ko'rsak. Videoda baklashga suv bilan to'ldirilmoqda va A, B, C bu yerda teshiklar. Baklashning yuqorida pastroq tezlik suv chiqmoqda. Pastroqda yuqori tezlikda va eng pastda esa eng yuqori tezlikda suv chiqmoqda. Bu nima uchun bunday bo'lyapti desangiz, bu gidrostatik bosim tufayli vujudga kelyapti. Gidrostatik bosim suyuqlik og'irligi tufayli idish tubiga beradigan bosim. Mana quyidagi rasmga qaraymiz. Shunga idishga suv quyilgan deb tasavvur qilsak, demak suyuqlik h balandlikkacha bo'lsin. Bundagi bosimni topishimiz uchun P = F taqsim S formulada F ni o'rniga mg qo'yamiz. Mg taqsim S qilamiz. Va m massani olib chiqamiz. M massani olib chiqqanimizdan keyin V hajmi o'rniga SH qo'yilmoqda. M massani o'rniga eltib qo'ysak, bunda yuzalar qisqarib ketadi. Va shundan so'ng P = ρ/H forma kelib chiqadi. Bundan kelib chiqarishimiz mumkinki, gidrostatik bosim idish shakliga yoki hajmiga bog'liq emas, faqatgina nimaga? Idishga quyilgan suyuqligiga va balandligiga bog'liq bo'ladi, hamda erkish tezlanishiga ham. Mana quyidagi 3 ta idishni ko'radigan bo'lsak, 3 ta idishda ham balandliklar bir xil. P = ρ/H formulaga ko'ra 3 ta idishda balandlik bir xil bo'lsa, demak 3 ta idishdagi bosimlar ham bir xil bo'ladi. Endi idishning yon devoradigan bosimni topadigan bo'lsak, idishning eng yuqori qismida bosim 0 ga teng bo'ladi. Yon devorning eng yuqori qismida. Mana shu yerda ko'rish mumkin. Eng pastki qismida esa ρ/H ga teng bo'ladi. Yon devorning eng yuqori qismi 0 ga teng, eng pastki qismi ρ/H ga teng. Yon devoradigan bosim topmoqchi bo'lsa, shu ikkalasining o'rtachasi olinadi. Ya'ni ikkalasi qo'shib 2 ga bo'linadi. Va yon devorga beradigan bosimni kelib chiqadi. P yon devor ρ/H taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Qo'shimcha sifatida aytib ketaman. Bosim skalali kattalik hisoblanadi. Endi mana bu holatni ko'radigan bo'lsak, gidrostatik paradoks degan narsa bor. Gidrostatik paradoks nima degani? Og'zi kengayib yoki torayib boruvchi idishlari suyuqning idish tubiga beradigan bosim kuchi idishdagi suyuqlik og'irligidan katta yoki kichik bo'lishiga gidrostatik paradoks deyiladi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsa, idishning hech qanday kengayish holati yo'q. Biraz suyuqlik tubiga beradigan og'irlik kuchi bilan bosim kuchi o'zaro teng. Bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, suyuqlikning idish tubiga bosim kuchi og'irlik kuchidan ko'ra kichikroq. Sababi suyuqlik mana bu devorlariga ham o'z bosim kuchini bermoqda. Shuni hisobidan idish tubiga og'irlik kuchidan ko'ra kichikroq bo'ladi. Uchinchi vaziyatimizda shuni teskarisi, bu yerda bosim kuchi idish tubiga og'irlik kuchidan yuqoriroq bo'ladi. Bunga xuddi shunday izoh beriladi. Og'irlik kuchini mg ni o'ziga teng bo'lib turadi. Bosim kuchi devorlardan qaytgan tayanch reaksiya kuchlari hisobidan kattaroq hisoblanadi.